mayda narsalarga parvo qilma. Odam bolasi bor ekanki, uni o'y fikrlari, g'am tashvishlari bo'ladi. Uni unday qilishim kerak, buni bunday qilishim kerak, onamga ulgishim kerak, mana ishim zaril, qolib ketmasin va hokazo. Xullas, mana shu seni birodar tashvishga soladigan ishlar, arzigulik ishlar ham bor, arzimaydigan ishlar ham bor. Ya'ni tashvish qilishga arziydigan muhim ishlar bor va arzimagan mayda-chuda amallar bor. Ayrim odamlar ana shunday bir arzimas, mayda narsalar bilan aqllari band bo'ladi. G'am qilib, kallasiga kiyib ko'tarib yurgan narsalar o'zi aslida bunga arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizni o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina saxovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa, to'g'ri shu ehson qiladigan saxovat pesha odam tushuniladi. Lekin o'zi aslida himmat degan so'z nima o'zi himmat? Bir himmat qilib oling deydi. Bu degan ozgina ehson qilib oling deganida. Himmat degani oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Mana shu oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Himmatsiz inson qanaqa odam bo'ladi? Pastkash odam qanaqa bo'ladi? Suhbat qilamiz. Agar sen birodar himmatsiz bo'lsang, himmating past bo'lsa, dunyoda baxtsiz bo'lishga tayyor turaver. Chunki insonni saodatga olib boradigan sabablardan bittasi kishining oliy himmat bo'lishligi. Eng himmati past odamlar bu munofiqlar bo'ladi. Bularning holati juda ham tushkun holat, juda ham bir razil holat. Mana Qur'onda Alloh taolo bular haqida nima deydi? Astagfirullah va qalu la tanfiru fil har. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga qo'shin jamlab, ana shu Rumga qarshi chiqmoqchi bo'lganida aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Rasulullohning orqasidan chiqishlik degan ulug' sharaf turganda, bular issiqda chiqishlikni o'ylayapti. O'ylagan g'ami o'zini jonini huzur halovati. Ana shu g'azotga payg'ambarimiz da'vat qilganlarida shu munofiqlarning kattasi nima dedi? Izanli va la taftinni. Menga Madinada qolishga ruxsat bering ya Rasululloh. Men Banu Asfarning ayollarini ko'rsam fitnaga uchrab qolaman. Ya'ni ana shu Rumliklarning ayollari chiroyli bo'ladi, ayollarga ko'nglim bo'sh, ularni ko'rganda fitnaga kirib qolmay. Bahonani qarang. Xandaq kunida shu munofiqlar nima deydi? Inna buyutana awra va ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Musulmonlarning ro'parasida 10 ming kishilik qo'shin turibdi Xandaqning orqasida. Ularning ro'parasida turibdi musulmonlar. Orqa tomondagi Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat aniq bo'lgandan keyin munofiqlar o'zini huzurini, halovatini o'ylab Rasulullohning oldidan ketishlikni payiga tushib qolishdi. Nima deydi? Uyimiz orqa ochiq edi. Orqa tomondan kelib qolmasin birov. Holbuki uylari ochiq-sochiq emas edi, ular faqat jang maydonidan qochishni xohlashadi. Rasulullohning oldida oliy himmat odamlar qoldi, lekin himmatsiz bo'lgan munofiqlar orqaga qaytib ketishdi. Munofiqlar nima deydi? Naqsha an tusibana daira. Biz ustimizga bir musibat kelishidan qo'rqamiz. Ya'ni ular qiynalmasligi kerak. Ular payg'ambarimizga itoat qilishadi, ergashadi, qachonki ularga bu narsa qulay bo'lganda. Ya'ni musulmonchilikka amal qiladi, unga yoqqan paytida nafsiga. Nafsiga yoqadi, amal qiladi, nafsiga yoqmay qo'ysa, chekkaga surib qo'yaveradi. Ya'ni uni foydasiga hukm bo'lsa, islom qozisiga boradi. Agar uni foydasiga bo'lmasa, islom qozisiga bormaydi. Birodarlar, munofiqlar eng himmati past bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu munofiqlar faqat o'zini huzur halovatini o'ylagan. Uyi, joyi, qorni qursog'i, huzur halovati. Tamom. Boshqa narsa yo'q. Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas. Birovga foydasi tegmaydi. Birovning bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi. Jamiyatda bir foydasini o'ylash yo'q. Yo'q. Bunaqa ma'nolardan uzoq. Menga tegmanglar, men ham tegmayman. Men tinch qo'yinglar. Himmatsiz odam. Menga nima deydi-yu? Bo'lyapti mahalladan oturish bo'lyapti, aroq sotilyapti, palonchi bir bezorlik qilyapti, palonchi buzyapti mahallani bolalarini. Menga nima deydi-yu? Mana shu himmati past odam bo'ladi. Lekin himmati past bo'lgan odam o'zini huzur halovatini o'ylab uyda yashar ekan, bu odam baxtli bo'lmaydi. Qaranglar-da.
Qarsiya chaluvdim, devordan qarsiya qaytdi. Sizdan qanaqa narsa chiqsa jamiyatga, bu borliqqa, shu borliqdan sizga shu narsa qaytadi. Tushuntira oladimmi ukalar? Xudbinlik yaxshi narsa emas. Sal balandroq narsani mo'ljallash kerak. Mana shu oliy himmat bo'lish, mayda narsalar bilan ovora bo'lmaslik, yuqoriroq narsalarni maqsad qilib yashashlik insonni saodatli qiladigan omillardan bittasi. Siz jamiyatga yaxshilik ulashing, bu borliq sizga shu jamiyat yaxshilikni qaytaradi. Robbingiz deb tushuning, siz borlig'ida ekanini shuni tushuning. Siz o'zingizni shukringiz uchun, o'zingizni huzur halovatingiz uchun yashang, jamiyatdan sizga xuddi shunaqa narsa keladi. Tanishing yo'qmi? Mana qanaqa qilish kerak. Tanishing yo'qmi? Mana qanaqa qilish kerak. Senda yo'qmi? Senda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki sen hech kimga foydang tegmagan seni. O'shuning uchun seni kiming yo'q? Jamiyatga foydangiz tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdik-ku. Qarsiya chaluvdingiz, qarsiya qaytdi. Shunday chaluvdingiz, shunday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, birov ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassizda. Hashar qilsiz, birov kelmaydi, chunki siz borgan emassizda biror hashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, 2 gacha sekin jilib olasiz, kiyingizni ko'tarib. Bora shunaqalar ichimizda. Bunaqa odamlarda bor tashvishi, hozir aytayotganimizdek, yeyishi-yu huzur halovati. Bunaqalar haqiqiy bechora odamlar. Bunaqa odamlarda bor g'ami o'zini huzur halovati, qonni qursog'i, idish tovog'i, uyi hangoma qasrlari xolos. Bunaqalar ko'zlarini ibrat osmoniga qaratmaydi. Fazilat yulduzlariga hargiz nazar solmaydi. Qaramaysizmi sahobalarni, tobiinlarni, ulug' insonlarni, hayotini dini uchun, xalqi uchun, mamlakati uchun, vatani uchun bergan, Alloh taolo bularning ismlarini qiyomatgacha zikr qilinadigan qilib qo'ydi. Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi $10,000 mashina. $20,000 sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi $10,000 mashina, bir oyda ichida 20,000 sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmatni qarang. Himmatni qarang. $10,000 mashinaga 20,000 sarflab bordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qarang, tashvishni nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, biz ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordir muhtoj odam, o'sha 20,000 10,000 ni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sulton uni qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sulton unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonning nazardagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishlarni buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balandroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kelsa, borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa, o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qanaqa qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qanaqa qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil, oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa,
xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarbar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demak, shu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi. Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbati qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan? Mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagin. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qolibdi. Buraya aytdi, bu furi chizilib qoldi. Siqiladiki, uyog'i yo'q. Ha, kiraskalasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qilib olgan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling har yoqqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb-ziynat orqasidan quvib yurib yashaysan. Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinning buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'jayinning oldida qadr qiymatingizni ko'tarilishini xohlaysizmi? G'amiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amiz buyruqni bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishi birinchi g'amiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolo nima qilib beradi? Tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarf qilayotganini qarang-da. Bunaqa mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar qarasang hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarning muhokamasi, talash tortish bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Bolaradi bizga shu yetadi deydi. Bo'ldi. Tirikchiligimiz o'tayapti, bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q. Sal bizga kerak emas. Bu himmatsiz past odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uni ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi. Uning ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak, sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhendagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi o'sha sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi? Diqqat qil bunga. Chunki sen shu muhim deb bilgan narsangga umringni sarflayapsan, vaqtingni sarflayapsan, vujudingni sarflayapsan, pulingni, rohatingni sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar: "La tazulu qadama abdi yawmal qiyomat hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, 4 ta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, 4 ta savolga javob berasan, keyin jilasan o'rningdan.
Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami, yo arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi, yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas ajratib olishimiz kerak. Bugun boring uyga, daftarni olingda yozing. Nimalar bilan o'ralib yuribsiz? Mana narsalar. Chizib chiqing. Mana muhim, mana muhim emas. Qarasangiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas masalan? Ya, domla biz hammasi muhim, biz muhim emas. Futbolga ballashinglar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar-ku. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Srochniy diviziyaga olib kelish kerak. Liga Chempionat finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizda. Va mana shu muhim emas narsalar bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Himmat insonni ichki quvvati. Endi mana shu himmat yo oliy bo'ladi yo past bo'ladi. Bu quvvat kuchli bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ishingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar invest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar sport zalga постоянно bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim dedi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim dedi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda. Aytdik yo'q, himmat nima desa insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'z tushundinglarmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uni otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yashargacha o'g'il bola uchun eng birinchi odam ibrat, ota. Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ichki quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekor o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir pora Qur'on o'qiy olmadi. Bugun kun o'tdi, birovga bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. Ikkinchi sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar, tajiduna nasa ka ibli mi'a. Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir to'p 100 ta tuya. La yajidu rajulu fiha rohilatan. Mingani bitta rohilasini topa olmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchini o'g'liman. Men palonchini jiyaniman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini, o'zining mehnatini ustiga quradi. O'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' turganlar bor. Ferrari 18 yashar yigit eshikni ochib olib oyog'ini tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yashar yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yasharda Ferrariga ega bo'libdi. Ferrari nech pul o'zi?
Ferrarisi bor yo'qmi? Xullas eng qimmat sportivniy mashina hoj aka. Uka, nima kasbingiz bor, nima ish qilasiz desa, o'g'ilman deyapti. O'g'ilman deyapti. Ya'ni boyda bolasida, dadasi menda o'zi hech kim emasda. Bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi. Shuning uchun yigitlar, haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchini o'g'liman deb kekkamaydi. U shunaqa o'g'il bolaki, dadasi kekkayib yuradi, men palonchining dadasiman deb. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit. Ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bormi shunaqa himmat yigitlar? Urug'i siz atingizni aytib faxrlanadigan qilib qo'ya olasizmi? Demak, oliy himmat inson o'zini sharafini, hurmat obro'yini o'zining mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, falonchini farzandiman deyishlik ustiga emas. Innalloha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha. Rasululloh aytadilar, albatta Alloh taolo ishlarning eng oliysini yaxshi ko'radi, past razillarni yomon ko'radi. Birodar, oliy himmat bo'l. Hayotda seni past narsalar sindirib qo'ymasin. Unaqa mayda-chuyda narsalar bilan kallangni, qalbingni band qilma. Oliy himmat insonlar hamma ishida himmati baland bo'ladi. Ilm talabida ham himmati baland. Ibodatida ham, haqni talab qilishda ham, Allohga da'vat qilishda ham, kasb-korda ham hammadan oldin bo'lishga harakat qiladi. Oliy himmat insonlar. Endi insonning himmatini pasaytirib yuboradigan narsalar ham bor. Insonning himmatini ko'taradigan narsalar ham bor. Himmatingizni yuksaltiradigan sabablar: ilm, basirat, oxiratni unutmaslik, o'limni eslashlik, duo, oliy himmat insonlar bilan hamsuhbat bo'lish, solih insonlar majlisida nasihatlarga quloq tutish. Shularni eshitgan, mana himmatinglar ko'tarildimi ozgina? Ilm majlisi bo'ldi-da. Ilm majlisi bo'ldi-da. Himmat ko'tarildimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudayba kunida mana Quraysh bilan sulhga kelishganlar. Umra qilgani keldilar, Quraysh kirgizmadi. Hudaybiya degan joyda Rasululloh Quraysh bilan sulhga keldi. Hudaybiya sulhi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Hudaybiya kunida u zot bilan kelgan 1400 odam qo'liga qo'yib bay'at berishdi. Agar Quraysh bilan jang bo'ladigan bo'lsa, tashlab ketmaysizlar. 1400 odam bay'at berdi. Ular ana shu bay'atlari bilan Allohning roziligiga erishdi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Ana shu daraxt ostida sizga bay'at berganlardan Alloh rozi bo'ldi dedi Alloh Qur'onida. Ular muhimi mana shu joyda urush bo'ladimi, bo'lmaydimi muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasini ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bay'atda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bay'at bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa, tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bay'ati deb nomlangan mana shu bay'at tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bay'at berganlar jannatga kiradi, hammasi, faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. Ilm esa uni yo'lini to'g'rilab turadi. Oliy himmat insonlar uchun odamlar xayol qilayotgan narsa bugungi haqiqat bo'ladi. Odamlar, "O, bo'larmikin" degan odamlar turganda bu shu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor va xursand his qilasan. Yer kurrasini ustunga ko'tarib olma. Yer sharini yelkangga ko'tarib olma. Shunaqa odamlar bor, ichi doim qaynab turadi. Agar aytish mumkin bo'lsa, bunaqalarning ichida 3-jahon urushi doim bir avjida turadi.
Nimaga bunaqa deyapmiz? Bunaqa odamlar ko'chada bo'layotgan har bitta voqea, hodisani o'ylab, kallasida, qalbida olib doim asabiylashib yuradi. Bunaqalar o'zlarini o'zi tugatib qo'yadi, tamom qilib qo'yadi. Oshqozon yarasi deysizmi, davleniya deysizmi, sahrni diabet deysizmi? Ana shu doimiy suratda tarang yurganligi uchun har bitta bo'layotgan voqeaga bir daraxtni bakidaqa qalbi qaltirab bir ta'sir qilib turganligi uchun shunga o'xshagan kasallarni naq qilib oladi. Narx-navo oshib ketdi, dollar kursi o'ynab turibdi, yomg'ir yog'mayapti, isib ketdi. Yelkasiga yer kurrasini ko'tarib olganda. Bunaqa odamning hayoti doim qo'rquvda, sarosimada, xavotirda bo'ladi. Bunday qilishlik insonni tugatib qo'yadi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna kulla sayhatin alayhim." Shu bo'layotgan har qanday shovqin, baqir-chaqirni meni zararimga deb o'ylaydi, vahima qiladi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olmagin. Yomon hodisalarni uloqtir, uylab olma, kengroq bo'l. Bo'lgan bo'lmagan narsalarga qo'g'rilaverma. Chunki Allohning aytgani bo'ladi. Bitta yaxshi maslahat bor shu yerda. Mana kechagi darsimizda Anoshervon 2 ga bo'ldi ishlarni. Chorasi tadbiri bor ishlar va chorasi tadbiri bo'lmagan ishlar. Sen tadbir qilishing mumkin bo'lgan ishlar bor, o'zgartira olasan. Uni chorasini yaxshilab qil. Endi sen chorasini qila olmaydigan ishlarga sabr qil. Yana bitta yaxshi maslahat bor. Hayotdagi ishlarni 2 ga bo'lib olamiz. Birinchisi, siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, ikkinchisi, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Ro'parangizda sizni o'ylantirayotgan, sizni yuragingizga vahima solayotgan, sizni siqayotgan ish. Shu ikkalasidan qaysi biriga to'g'ri keladi? Agar siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar bo'ladigan bo'lsa, imkoningiz boricha tadbirni qiling. Qilib turib yo'q Allohdan deng. Endi agar ikkinchisidan bo'lsa, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, nima qiling? Ular bilan ishingiz bo'lmasin. Ular qaysilar? Ob-havoda qanaqa bo'lishi senga hech qanaqa aloqasi yo'q. Yog'armikin, yog'masmikin? Buday chashib qo'ydim, ozgina yog'armikin, yog'masmikin? Tomgalar solishim kerak edi, yog'may tursa yaxshi bo'lar edi. Sen nima qila olasan? Yana sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlardan bittasi o'sha valyutani kursi. Endi nima bo'lar ekan? Endi qana bo'lar ekan? Nima bo'ladi? Sen o'zgartira olasanmi? Yo'q, tek qo'y. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Siyosatchilar o'rtasida bo'layotgan mojarolar, endi qana bo'lar ekan? Endi nima bo'lar ekan? Sen o'zgartira olmaysanmi? Yelkangga yer sharini ko'tarib olmagin. O'zini oqishiga qarab qo'y. Shunaqa odamlar bor, xuddi bir lata namlikni o'ziga singdirib olgandek, bu odamlar qalbiga mana shunday qo'rquv, vahima, mish-mishlarni singdirib oladi-da, bo'lgan bo'lmagan narsaga asabiylashib, siqilib, bo'g'ilib yashaydi. Har narsaga jazoga tushaveradi. Bunaqa qalb o'zining egasini tamom qilib qo'yadi. Endi bu eslatmalar kimga foyda qiladi? Astagfirullah, va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma bering, Qur'on bilan, hadis bilan, shariat hukmi bilan. Zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Bugun bir narsadan albatta jazoga tushdingiz. Bir narsani o'ylab siqildingiz, nervingiz o'ldi va unga siz hech qanaqa aloqangiz yo'q edi, ta'siringiz yo'q edi. Bo'ldimi shunaqa bitamtam? O'ylab ko'ring bugungi kuningizda. Unaqa siz kunimiz yo'q. Albatta nimadandir nima qilamiz? Siqilib bo'g'ilib ketamiz. Bu nasihat birodarlar haqqa ergashganlarga foyda qiladi. Ularning iymonini quvvatli qiladi. Ammo iymoni zaif bo'lgan, iymoni quvvatsiz bo'lgan odamlarga bu nasihatlarning foydasi yo'q, vahimani ustiga vahima qilaveradi. Ammo yuragida iymoni, shijoati bor insonlar bunaqa bir mayda-chuda narsalarga parvo qilmaydi, sobit tura oladi. Jasur, mard, qo'rqmas kishilar bosiq bo'ladi, fe'li keng bo'ladi, ishonchi mustahkam bo'ladi. Qo'rqoqlar esa maza bemaza, behuda xavotirga tushaveradi. Alg'ov-davg'ov ko'rib qo'ygan tushini ham ta'bir qilib turib, shu tushidan ham qo'rqib yuraveradi. Endi nima bo'lar ekan? Kechqurun mana qani ko'ruvdim. Nima bo'lardi? Haloyiqni Alloh azza va jalla hali yaratmay turib, mahluqotlarni hech qaysini yaratmay turib, qalamni yaratgan.
Qalamga Alloh taolo yoz degan. Qalam ana shu lahzada koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani bitib bo'lgan. Bu osmoni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lgan. Shuning uchun manaqa bo'lamish, manaqa bo'lar ekan, anaqa bo'lar ekan. Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi, bolam, qo'rqma. Dada, tuya arzon bo'pti, 1 tanga ekan. Yo'q, o'sha tanga, qani tanga? Ancha vaqt o'tgandan keyin, dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti. Olib qo'ysak bo'ladi desa, dadasi chiqarib ber, mana 100 tanga. Endi tanga bor. Endi tuya minishing yozilgan bo'lsa 100 tangaga ham olasan. Chunki o'sha pati 100 tanga yerni Alloh yetkazadi. 70 so'mdan qo'yapsizmi benzinni? Mashina ham ozayib ketdi, benzin qimmatlagandan beri. Uning sari katta mashinalar, uning sari qimmat mashina to'lib o'lyapti, birodarlar. Mo'min odam yelkasiga yer sharini ko'tarib olmaydi. Go'yoki u ko'tarib g'am qilmasa, xuddi yer aylanmay qoladigandaqa. Birodar, sen bilan men o'lib ketsak hamchi bu yer aylanaveradi. Bu shamol esaveradi, bu quyosh chiqib botaveradi, hayot o'zini maromida ketaveradi. Sen yelkangga yer sharini ko'tarib olmagin. O'zingni tugatib qo'ymagin. Agar birodar xotirjam hayot qolaydigan bo'lsang, hodisalarga sabr bilan yondosh, shijoatli bo'l. O'ziga ishonchi bo'lmagan insonlar sen bilan meni vahimaga solib, hissiyotga solib qo'ymasin. Bular ishiga parvo qilma. Voqea hodisalarga nisbatan qattiq tur, kuchli bo'l. Endi qalbi zaif insonlarga Allohning rahmi kelsin. Bunaqalarda kunlari ularni har kuni larzaga solib qaltiratib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Mana shunga o'xshagan yahudlar, mana shunga o'xshagan dunyoga berilgan, dunyodan boshqa narsani g'am qilmagan odamlar hayotga eng o'ch odamlar bo'ladi. Haya deb turib alif lomsiz aytilyapti. Haya degani har qanday hayotga rozi, faqat yashasa bo'ldi. Ammo mana shunga o'xshagan zaiflikni ko'tarmaydigan, quvvatli qalb egalari bo'ladi, kuchli qalb egalari bo'ladi. Bularga Alloh tomonidan yordam keladi. Chunki ular Allohning va'dasiga iymon keltirgan. Allohning va'dasi haq ekanligiga iymon keltirgan. Ular taqdirda bitilgandan oshcha narsa bo'lmaydi deb aniq ishonishadi. Alloh taolo ularga xotirjamlikni beradi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi dedi. Ularning qalblariga Alloh taolo taskin tushiradi. Yelkasiga yer sharini ko'tarib olgan, tinmasdan bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib, hamma vahimani ko'targan odamlar o'tirib olib, palonchi zolim, palonchi xalqqa zulm qilyapti. Anaqa qilib bo'lib ketdi, manaqa qilyapti. Sen nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan. O'sha mansabdor, o'sha quvvat egasi, hech narsa qila olmaysan. Tiyib qo'yish qo'lingdan keladimi? Yo'q. Uni zolimligiga bitta sen emas norozi, hamma norozi. Qo'lingdan hech narsa kelmagandan keyin nima qilasan gapirib? Qo'lingdan nima keladi? Haqqiga duo qil. Alloh insof bersin de. Yoki bo'lmasa Allohga topshirib qo'y. Bo'ldi, gapiraverma hadeb. Nima qilasan? Jirilaverasanmi? Qo'lingdan keladigan ishni qiyin birodar. Chunki Allohga topshirib qo'ygan banda xotirjam bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo har bitta haq egasini haqqini olib beradi. Aka, uyingizda ishladim, ishni zo'r qilib qildim, kamchiligi yo'q bilasiz, pulimni bermayapsiz. Siz bilan urushib talashgani meni kuchim, quvvatim yetmaydi. Siz palonchisiz. Bersangiz dunyoda olaman, bermasangiz qiyomatga qoldi, assalomu alaykum deb ketaverasiz indamasdan. Chunki iymoningiz quvvati bor-da, nasib qilgan bo'lsa shu dunyoda olasiz. Bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Chunki Allohning va'dasiga ishonasiz. Siz jazoga tushmaysiz, bermay qo'ydi. Alloh taoloning oyatiga iymoni komilda bunaqa bandani. Astagfirullah. Va nada'ul mawazinal qista li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz deyapti Alloh taolo qiyomat kuni uchun adolatli tarozini qo'yamiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Va kafa bina hasibin. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilamiz deydi. Yelkasiga, yer sharini yelkasiga ko'tarib olgan odamlar. Bunaqa odamlar doim g'amda, doim xavotirda, tashvishda, doim nahnovada gapiradi. Nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan, xotirjam bo'l. Oshib ketdimi, oshib ketdi, tushib ketdimi, tushib ketdi. Demak, Alloh xohlagan ekan shu narsani. Yana nima sodir bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, sen g'am qilsang ham sodir bo'ladi, g'am qilmasang ham sodir bo'ladi.
Bu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu endi ijobiy ma'noda yer sharini yelkaga ko'tarib olish. Jonserak odamlar bor, oshiqcha, ortiqcha. Oshiqcha jonserak. Bu mas'uliyatni his qilish deb qo'yingda buni. Javobgarlikni his qiladi, mas'uliyatni his qiladi, albatta bu maqtovli sifat. Ammo mana shu jonseraklik ham oshiqcha bo'lib ketadigan bo'lsa, bu ham insonni halokatga olib boradi. O'zi har qanaqa yaxshi narsa chegarasidan, haddidan oshib ketsa, yomon narsaga aylanib ketishi mumkin. Man zada ala haddihi inqalaba ala ziddihi. Qaysi narsa chegarasidan, haddidan o'tib ketsa, ziddiga aylanadi. Masalan, o'sha beparvo bu narsalarga deyapmiz, bu ham me'yorida bo'lish kerak. Hamma yo'qqa beparvo bo'lmaydi. Ko'choq yaxshi narsa. Lekin ko'payib ketsa, davleniyang tushib ketadi, uxlaydigan bo'lib qolasan. Og'zingdan suv oqadigan bo'lib qoladi. Demak, ko'choq ham me'yorida bo'lish kerak. Novvochoq yaxshi narsa. Lekin bu ham haddidan oshib ketadigan bo'lsa, burningdan qon oqadigan bo'lib qoladi. Demak, buni ham me'yori bo'lish kerak. Boyagi ancha-muncha ishga parvo qilmaslik, buni ham me'yori bo'lsin. Ancha-muncha narsaga jonseraklik qilib turishlik, buni ham me'yori bo'lsin. Xullas, hamma narsa nimasida bo'lish kerak ekan? Me'yorda bo'lish kerak ekan. Ishxonada sen bir brigadirsan, ishni nazorat qilib turishing kerak. Men qaramasam kim qaraydi? Men nazorat qilib turmasam anaqa bo'lmaydi, men qaramasam bunday bo'lmaydi. Xullas, bo'yniga olgan. Va'da berdi, vaqtiga boraman dedi. Kechasi bilan uxlolmaydi. Ertaman 6 ga yetib boraman dedi. Jonserakligi shu darajadaki uxlolmaydi. 5 marta uyg'onadi kechasi bilan. Bormi? Bor. Bo'ldi, 5 kunda bitkizib beraman mashinangizni deydi usta. Harakatni qilyapti, sababni qilyapti, lekin shu darajada jonserakka svet o'chib qolmasmikin, og'rib qolmasmikinman, boshqa ishim chiqib qolmasmikin, bu haddidan oshib ketish deydilar, birodarlar. Sen qo'lingdan kelgan ishni sababini qil, natijani Allohga topshir, tavakkul qil. Shuning uchun ba'zi ishlar seni toqatingdan tashqaridami? Jonseraklik ishdir. Ota-onalar farzandlarini kelajagini g'amini qiladi-da, oshiqcha jonseraklik qilib, hamma narsasini muhayyo qilib beraman deb o'lib tolib yugurib yuradi. Yelkasiga dunyoni ko'tarib oladi. Nevaralarga ham bittadan uchastka qilishni g'amida bo'lib qoladi. Mana shu oshiqcha endi. Ha, ota o'zidan keyin farzandlarini birovning qo'liga qarab qoladigan qoldirgandan ko'ra, qonni qursog'ini to'q qilib qoldirgani yaxshi. Lekin nevarasini g'amini qilishlik darajasida emasda, birodarlar. Chunki birodar, siz bolangizni kelajagini qilib bera olmaysiz. Rizqini qilib bera olmaysiz. Osoyishta hayotini qilib bera olmaysiz. Bu uni taqdiridagi rizqi. Siz qilib bergan narsa bir kunda yo'q bo'lib ketishi mumkin. Buni o'rniga siz o'sha bolangizni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullaning, shunga jiddiy jahd qiling. Odobini bering. Allohda taniting. Mana shu sizning ishingiz. Endi siz o'tib ketgandan keyin Alloh bilan bo'lgan muomalasiga, Allohga bo'lgan qulchiligiga yarasha kun ko'radi. Eslab qolinglar shu qoidani, akalar, ukalar. Otangiz boy. Garantiya yo'q, otangiz boyligi sizni qo'lingizda bo'lib, siz ham boy bo'lishingizga. Siz Alloh bilan bo'layotgan muomalangiz, Allohga bo'layotgan taqvoingiz, qulchiligingizga yarasha kun ko'rasiz. Otangiz kambag'al. Bu variantni ham ko'raylik. U otangizni kambag'alligida u. Endi sizni hayotingiz yana boyaga aytganimizdek Alloh bilan bo'ladigan muomalangizga qarab bo'ladi. Otangiz necha yil bosib qo'yganligi bilan emas. Chunki otangiz rizqida u. Sizni rizqingizda bormi yo'qmi Xudo biladi uni. Shuning uchun birodar, bola chaqam, nevaram deb yer kurrasini yelkangizga ortib olmang. Yana ahli ilmlarni oling. Domlalarni oling. Shunaqa bir jonserakki, jonserakligidan yoshlar yo'ldan adashib ketyapti. Aldanib qolyapti, tarbiyasi buzilyapti. Ota-onasiga tikka gapirib, ota-onasiga oq bo'lib qolganligini bilmayapti. Kattalarga nisbatan behurmat, ulamolarga nisbatan bepisat bo'lib qolganda bir bezillab, shunaqa bir jonseraklik qiladiki, oshiqcha jonserakligidan infarkt bo'lib qolishga keladi. Insult bo'lib qolishga keladi. Shunaqa birodarimizga nasihatimiz, birodar, sen qo'lingdan kelganicha harakat qilding. Aytding, tushuntirding, o'rgatding, dalilni keltirding, misolni keltirding, hayotdagi bo'layotgan ishlarni ko'rsatib qo'yding. Shundan keyin ham aynib ketdimi? Tamom.
Demak, uni taqdiri shu ekan, siqilma. Aytding, deding, yillar davomida o'qitding, o'rgatding, baribir aynidimi? Demak, aynish kerak ekan. Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Nima degani bu? Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Bog'ibon qayerga bog' qilishlikni tanlaydi. Yerni tanlash uning ixtiyorida. Qaysi daraxtlarni ko'chirishlik uning ixtiyorida. Orasini qancha ekadi, qachon suv qo'yadi, qaysi shaxini qoldirib, qaysinisini putaydi. Uni ishi shu. Bog'ni o'stirdi. Katta bog'ga aylandi, meva berishni boshladi. Endi kuz keldi. Xazon sipohi, ya'ni kuzni qo'shini keldi. Kuz kelganda daraxtning barglari nima bo'ladi? Sarg'ayadi. Kuzda shamol esganda barglar nima bo'ladi? To'kiladi. Shuning uchun aytayapti bu yerda. Xazon sipohi kelganida, ey bog'bon emas moni, hech narsa qila olmaydi. Kuz keldi, barg sarg'ayadi, hech narsa qila olmaydi. Shabadasi keladi, bargni to'kadi, bog'bon hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun domlalar shogirdlariga xuddi shu boqqa muomala qilgandek ko'chirib, suv quyib, parvarish qilib, tarbiyalab, mevaga kirgizib turgan paytda mana shunday bir musibatlar, mana shunday bir fitnalarni kuzi kelganda barglari sarg'ayib to'kilib ketar ekan. Endi bu domla nima qilish kerak ekan? Demak, shuna bo'lish kerak ekan deydi-da, keyingi daraxt bilan ishlab ketaverar ekan. Shuning uchun shunday bo'ldimi? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. O'sha odamning taqdiri shunaqa ekan, ishingni davom ettiraver, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Bu ish seni qo'lingdan kelmaydi. Chunki Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytayapti. Astagfirullah. Va ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, ey Muhammad alayhisalom, siz har qancha haris bo'lmang, har qancha xohlamang, odamlarning ko'plari mo'min bo'lmaydi. Agar faqatgina da'vatchini da'vatiga bog'liq bo'lganida bir odamning iymonga kelishi, Muhammad alayhisalom atrofidagilar hammasi iymonli bo'lish kerak edi. Abu Talib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi, Rasulullohni 8 yoshidan qaramog'iga olgan. Payg'ambar bo'lgandan keyin himoyasiga olgan. Shu kishi Rasulullohning da'vati natijasida ham kalima keltira olmadi-yu. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi iymonsiz holda ketganligini ko'rib, qattiq qayg'uga tushganida Alloh taolo nima dedi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnalloha yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingiz xohlagan bandalarni, yaxshi ko'rgan bandalarni hidoyatga boshlay olmaysiz. Alloh hidoyat qiladi. Sen birodar hammani tuzatib yuborishga mas'ul emassan. Sen imkoning doirasidagi kuching yetadigan ishga javobgarsan, o'zingga rahim qil. Chunki Abu Talib Rasulullohning da'vatini eshitib ham iymonga kela olmadi. Hidoyatni Alloh beradi, agar banda talab qilsa. Yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma banda. Ro'paringda turgan ishlar ikki xil bo'ladi. Sen ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Sen ta'sir o'tkazadigan ishlarga qo'lingdan kelgan sababni qil, natijasini Allohga topshir. Endi sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlarda Allohga havola qilib qo'y. Saodatning 25-sababi yer kurrasini ustingga ko'tarib olma.